Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamda mana shu Open Budget mavsumida nohaqlik, adolatsizlikka uchragan insonlar. Biz ham Toshkent viloyati Quychirchiq tumani O'jakent mahalla fuqarolar yig'ini kamida 10 mingga yaqin aholi bilan birgalikda O'jakent mahalla fuqarolar yig'inidagi tashabbusni kiritib o'ynadik. Bu safargi o'yin juda bir ko'zbo'yamachilikdan iborat bo'ldi. Open Budget qonun qoidalariga zid ravishda boshqa ko'tarilgan hududlar botlarda o'ynaldi. Quychirchiq tumani bo'yicha bizi tashabbus aslida birinchi o'rinda, haqqoniy ovoz yig'ish bo'yicha birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Chunki bizda 1125 ta Gul MFI hamda O'jakent MFI bo'yicha 1125 ta xonadon bor. Har bir xonadondan o'rtacha 5000 dan ovoz chiqdi. O'rtacha 5 tadan ovoz chiqdi. Shunda bizi hisobimiz bo'yicha o'sha 1000 tasi ovoz bergan taqdirda ham, 1000 tasi o'tgan taqdirda ham 5000 ovoz bo'lishi kerak. Undan tashqari biz ko'chada xarajatlar tikkan ovozlarimiz soni 3000 dan oshiq, ya'ni 4000 bo'lishi kerak edi. Bular hammasini hisoblaganda 9000 ovozda kamida o'tirishimiz kerak edi biz. Yo'q, unday bo'lmadi. Biz soat sayin kiritgan ovozlarimiz, masalan, bir soatda 300 tadan 500 tagacha kiritdik. Soati bilan kerak bo'lsa, hamma ma'lumotlarimiz bor. O'shanda ham platforma har bir soatda 24 ta, 15 ta, 30 ta mana shunaqa maynavozchilik qilib 500 ta kiritishga harakat qilgan paytlarimiz 100 ta ham kiritib bermadi. Telefonga kirityapmiz, ovozlarni kiritishga harakat qilgan paytda ham ovoz ketyapti, jarayon haqida xabar beriladi deyapti. Lekin uni SMS'i ba'zi bir xil insonlarga 4 kundan keyin keldi, qabul qilindi yoki qilinmadi, yoki ba'zi bir xillarniki umuman kelmagan SMS bir xil insonlarga 1 soatdan keyin kelgan. Qayta kiritib ko'rsak yana ham jarayonda bo'lib chiqaveradi. Xullas, platforma vahshiy, ta'riflab bo'lmas darajada rasvo ishladi. Buni o'zida aytib turibdiki, boshqa hududlar, masalan, admin panel ochib, ya'ni bot ochib ishlab yurib, mana shu o'yinlarni bemalol qilishga yo'l qo'yib berildi. Yakuniy bosqichda ham bu narsalarga e'tibor bo'lmadi. G'olib hudud deb o'tib ketdi. Umuman aholisi yo'q, kichkinagina aholi bilan bo'lgan hududlar ham o'yin bilan bot orqali soatiga невозможно fizически bu narsalar soatiga kerak bo'lsa 1000 ta 1902 ta shu darajada o'sishlari bo'ldi. Bizda o'shani zig'irchasi ham bo'lmadi. Bu narsani o'yin bo'lganligini ta'kidlab o'tadiganlar mana To'qboy mahalla fuqarolar yig'ini aholisi hamda Abay mahalla fuqarolar yig'ini aholilari buni ta'kidlaydi bemalol. Ularda ham xuddi shunday holat kuzatildi. Ovoz qo'shilmayapti deb o'yin oxiriga yetmasdan nohaqlik, adolatsizlik ortidan ular o'yinni muddatdan oldin o'zlari harakatni to'xtatdi. Biz lekin oxirigacha bordik. O'shanda ham mana shunaqa holat. Hozir O'jakent hamda Gul mahalla fuqarolar yig'inisi aholisi hamma shikoyat bermoqda. Bu yuzasidan, chunki bu ketishda hozir bu boshqaruv tizimidagi mana bu platformani orqasidan norozilik kayfiyati uyg'ongan, hamma g'azabda. Bu yerda aholisi juda bir kayfiyatsiz bo'lgan, nima deydi, Moliya va iqtisodiyot vazirligiga ishonchi o'lgan, o'yin ko'zbo'yamachilikka aylanib ketganligini yaxshi tushunib o'tirishibdi. Bu haqda xabar ham berilgan, boshqa qilingan. Moliya va iqtisodiyot vazirligining ishonch raqamlariga bog'lanishga harakat qilinganda ishonch raqamlari ishlamadi. Xullas, umuman tushunarsiz holat. Aholi norozi, hozir shikoyatlar chiqib boryapti. Bu ketishda bu o'yinni nazorat qilib bermasa hech kim, bu aholi o'rtasida bu platformaga ham ishonch qolmaydi. Hech kim buni zo'r deb aytmayapti hozir, chunki juda
Bu safar ayniqsa mana shu birinchi mavsum 2026-yil Open budjet o'yinida juda adolatsizlik ko'p bo'ldi. Botlar o'ynashga zid, lekin bot orqali, ya'ni admin platformalar orqali, admin panellar orqali ovoz tiqish va shunaqa o'yinlarga yo'l qo'yib berildi. Bu narsani to'g'rilashlaringizni iltimos qilamiz, aks holda bu aholida bo'lgan ishonch umuman o'ladi. Hozir agar masalan shu narsani bo'yicha tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz biz. Agar mana shu tekshiruv o'tkazilganda ham xulosalari o'sha yuzaki qilib oldingidek, har doimgidek dejurniy yana xulosalar beriladigan bo'lsa biz norozimiz. Chunki platformaga kiberhujum uyushtirilganligi ma'lum bo'ldi degan bizga umuman xulosa kerak emas. Chunki kiberhujum uyushtiriladigan bo'lsa, kiber xavfsizlik xodimlari, IT xodimlari sizlarda kuchliroq bo'lishi kerak. Ana o'shani xavfsizligini yaratadigan, xavfsizligiga javob beradigan mas'ul xodimlar turib berilashi kerak bu narsaga. Bu narsa biz o'ylaymiz, bu narsa o'zi atayin tashkil qilindi, чтобы tanish bilishchilik yoki shu korrupsiya rol o'ynadi deb o'ylaymiz. Aholimiz ham mana shu fikrda. To'g'rilab qo'yishlaringizni talab qilamiz. Mana shu Open budjet mavsumida har xil o'sha admin panellar yaratib, ya'ni botlar yaratib, mana shu Open budjet qonun-qoidalariga zid ravishda harakat qilgan hududlarni yoki o'yindan chiqaringlar, yoki o'yinni boshqa qaytadan talab qilishini aholi so'rayapti. O'yinni yoki qaytadan tashkil qilish, nazorat ostida tashkil qilishga ham tayyormiz. Bizning hudud har doim qonun-qoidaga zid ravishda emas, qonun-qoida bilan. Chunki buni o'zimiz tashkil qilamiz biz. Qonun-qoida bilan o'ynashga har doim biz mana shu narsaga e'tibor beramiz. Qonun-qoidadan chiqib, qonun-qoidaga zid ravishda o'yin bo'ladigan bo'lsa, biz O'zbekiston qonunlarini hurmat qilgan holda har doim qonun-qoida bilan yurganmiz. Agar bunday qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi bizda bu boshqaruv tizimiga ishonch qolmaydi. Qonun-qoida, O'zbekiston qonunlari hamda har bir qonun-qoida muhim rol o'ynash kerak. Qaytadan o'tkazilishini yoki loyihamiz qaytadan ko'rib chiqilishini aholimiz talab qilyapti. Aholi nomidan mana shu narsa murojaatni yo'lladim.